Oilaviy nizolarda juda ko'p holatlarda erkaklar huquqlari buziladi. Bunga sababchi uchinchi shaxslar, ya'ni shu ayol ota-onasi. Uyga olib ketadi. Erkakka nisbatan barcha cheklovlar qo'yilib tashlanadi. Albatta, farzandlarni umuman ko'rsatmaydi. O'zini ayoli bilan gaplashishga yoki uchrashib bir nizoni hal qilishga yo'l qo'yishmaydi. Darrovda ayolni yo'ldan urib, miyasini zaharlab, alimentga berdiradi. Qo'lida yosh bolasi bo'lsa, ona ta'minotga beriladi. Srazu hech qanaqa bir yarashtirish choralarini ko'rmasdan ajrimga ariza berdirishadi. Yaqinda bo'lgan murojaatda ham ayol o'zi yashash niyati bor eri bilan. Arzimagan bir kelishmovchilik bo'lgan. Darrovda ayolni ota-onasi uy qamog'iga o'tirg'izib, umuman xo'jayiniga ko'rsatmasdan, farzandlarini ko'rsatmasdan sudga alimentga berib, ajrimga berib, o'zlaricha ayolni o'rniga hamma yo'qda xalq qo'yishyapti. Bu juda katta xatolik. Ularga nisbatan ham choralar bor. Men u murojaatchiga hamma qanday choralar ko'rishlik, nima qilish kerak, barcha qonuniy xatti-harakatlarini tushuntirib o'tdim. Va aytmoqchimanki, bu uchinchi shaxslar ertadan keyin ayolingizni, farzandingizni, nevaralaringizni taqdirini o'ylab ko'ring yaxshilab. Barcha harakatlar samarasiz bo'lgandan keyin erkak kishi boshqa ayolga uylanishga majbur bo'ladi. Uylanadi, farzandli bo'ladi, o'zini hayoti bilan yashab ketadi. Lekin sizdan keyin qizingizni taqdiri, nevaralaringiz taqdiri nima bo'ladi? Shu tomondan ham yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Qizlaringni, nevaralaringni hayotiga unaqa befarq bo'lmanglar. Ajrim bu yechim emas bu. Alimentga berish bu yechim emas bu. Ularni hayotini sizlar hal qilmaysizlar. Oilaviy va boshqa nizolar bo'yicha huquqiy maslahat kerak bo'lsa murojaat qilinglar, yordam beramiz.